Hi guys, bugun Termiz aholisining va yoshlarini salohiyatini sinab ko'ramiz. Qani ketdik. O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Qay darajada? Yaxshi o'qiyapsiz? 70%. Konfet so'zi o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Kaka bo'ladi. Konfet so'zi. Yaxshi urinish. Siz aytib bering. Shevada nima deydi? Kampit deyiladi Shivada. Qonib deyiladi. Shevada. Qand boshqa narsa. Qand u shakarni to'rtburchak qilib anaqa preslangan qand. Shunday deyiladi. Unda keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Laylik nima uchun bir oyoq turadi? Oyoq qalqasa kerak-ku. Bir oyoq. Yo'q. O'ylab ko'ring yaxshi. Yaxshilab o'ylab ko'rsangiz javobini topasiz. Bunday tush. Nega bir oyoqda turadi? Haykal turadi-da. Osonroq savol beramiz. Chiziq so'zining o'zbekchasi emas, ruschasi. Chiziq so'zining Chizg'ich so'zining o'zbekchasi emas, ruschasi. Juda ham ko'p ishlatamiz. Juda ham ko'p ishlatamiz uni. O'zingiz rus tilida aytasiz yana shuni. Lekin o'zbek tilida chizg'ich. ruchka. Ruchka. Yo'q, o'tib ketdingiz lekin. Chiziq. Oxirgi savolimiz. Boshi bor, miyasi yo'q. Kandidatlar o'tadi Instagramda. Bir daqiqa vaqtingizni Bir daqiqa ajratib vaqtingizni. qo'yasiz. Qisqacha savollarimiz bor. Savolimizga javob bersangiz. O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Ha. Yaxshi o'qigansiz ona tilida masalan. Yo'q. O'zbek adabiy tilimiz, o'zimiz adabiy o'zbek tili. Aha. Konfet so'zi o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Konfet? Ha. Bilmadim endi aniq. O'ylab ko'ring, javob berishga albatta harakat qiling. Harakat qilib ko'rsatishcha. Konfet so'zi. Hammamiz bilamiz lekin so'zni. Yoshligimizda ham ko'p. Konfet. Chupa-chupsdir deydi. Yo'q, boshqa. Mayli, keyingi savol beramiz. Keyingi savolda osonroqni beramiz. Lineyka so'zi o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Lekin Lineyka so'zi. Leninkada O'zbek tilidan. O'zbek tilida. U rus tilida. voy unisini ham bilmas ekanman aka. O'ylab ko'ring, u yoshligimizdan ko'p ishlatganmiz. Tasviriy san'atda ayniqsa ko'p kerak bo'ladi. Yo'q, bilmadim. Hop, keyingisiga o'tamiz. O'zi qarang. Laylik bilasizmi? Uchta. Nima? Laylik. Aha. Uchta. Nima uchun bir oyoqda turadi? Bilmadim, bitta oyog'ini ko'tarib turadi. Ha? Bitta oyog'ini ko'tarib turadi, bilmayman. Yaqinlashdingiz ozgina. Ancha yaqin keldingiz lekin. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Deyarli topdingiz. Qolib qolgandir-da. Sen juda ham yaqin turibsiz lekin. Yaqin turibsiz lekin. Yo'q, bilmadim aka. Oxirgi savolimiz. Oxirgi savolimiz. Eng qizi boshi bor, miyasi yo'q. Ya uni aytaman. Yo'q, bu oson narsa. O'ylab ko'ring, oson narsa. Boshi bor, miyasi yo'q. Tovuqdir-da. Yo'q. Qoshiqmi? Ular tovuq miya deydilar, miyasi bor-ku. Bilmadim endi. Qoshiqmi? Ya oxirgi urinishingiz qoldi. Yo'q, bilmadim. Boringda lug'atni yaxshilab o'qib chiqing, Keyingi safar kandidatlarni mayli. qilamiz. Charchamang. Assalomu alaykum. Instagram uchun kandidat ochdik. Bir daqiqa vaqtingizni ajratib olasizmi? Bir daqiqa vaqtingizni ajratib olasiz. Sizlarga qiziqarli savollarimiz bor edi. O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Bilamiz, ha? Yo'nalishimiz o'zbek tili bo'lmasa ham bilamiz-da. Menimcha bergi mehmonsizlar-a? Shunaqaroq. Vodiydanmi? Yo'q, boshqa rayondan. Qayerdan? Surxondaryodan. Qonqo'rg'on. Ha, o'zimiz Sevalang o'sha ekan. Konfet so'zi o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Obakidondan bo'ladi. yaqin Yaqin keldi. Yaqin keldingiz ancha? Shirinlik. Yo'q, yaqin keldingiz yana. Uzoqlashib ketdingiz. Obakidondan bo'lsa. Yoshligida to'g'ri aytganmiz yoshligida. Egizak emasmi? Xo'rozqand. Egizak. Yo'q, egizak. O'xshab turibdi. Javobingiz? Xo'rozqand bo'lishi To'g'ri mumkin. To'g'ri topdingiz. Keyingi savolimiz. Keyingi savolimiz lineyka so'zi o'zbek tilida nima bo'ladi? Chizg'ich. To'g'ri, yaxshi. Ancha maktabda yaxshi o'qishgan ekan bular. Hozir shuncha odamdan borki, endi sizlarni ikkinchi bo'llaring ko'paytgan. Endi siz savollarni qiynashtiramiz. Laylak nimaga bir oyoqda turadi? Gaz tushib ketmasligi uchun. Yurti tinch bo'lsa ham, vatani tinch bo'lsa deganda gap turardi. Yo'q. Shunaqa nima bor? Siyosiy martabalarga qo'llanadi. Bu tabiiy holat. Oddiy, juda ham oddiy o'ylash kerak. Yo'q, maktab payti o'qiganimizda ham shunaqa savollar bo'lardi. Bilardim javobini. Hozir esimga kelmayapti. Siz mustaqillik maydonidagi laylakni obrazini aytib beryapsiz hozir. Yurt tinch bo'lsa degan shunaqa nimalar yurardi-da.
Laylak nimaga bir oyoqda turadi? Bir oyoqda turadi. Uyasi biz ham shu ikkita variant bor edi. Bilmadik. Oxirgi savolimiz judayam qiziqarli. Boshi bor, miyasi yo'q. Boshi bor, miyasi yo'q. To'g'ri emas. Bu qayerdan bo'lishi mumkin? Boshi bor, miyasi yo'q deyapsizmi? Bosh kiyimdir. Bosh kiyimdir desam. Savol bersam-chi. Yo'q, bilmadim. Buni ham bilmadik hozir. Mayli, sizlarga rahmat. Rahmat. Tabriklashlar, rahmat. Savollar uchun. Xo'p, mayli, sizlar. Assalomu alaykum. Bir necha Sizlarga hafta duo qilayotgandek, to'rtta qiziqarli savolimiz bor. Javob bersangiz, yutuqlarimiz bor. Maylimi shu video olsa? O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Kundalik bu misol sinab ko'ramiz bitta. Konfet so'zi o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Konfet. Qand? Ha? Qand. Yo'q, u qand boshqa narsa u. Qand shakarni anaqa qilingani. Konfet. Konfet. Nimadir edi-da. Hop, keyingisida. savol boshlanishtiramiz unda. Lineyka so'zining o'zbekchasi. Cho'zg'ich? To'g'ri. Savol endi qiyinlashadi. Laylak nima uchun bir oyoqda turadi? Odatimizni ko'radi. Sal o'ylab ko'ring. Sal mantiqiy o'ylab ko'ring. Laylak nima uchun bir oyoqda turadi? Bir oyoqda Sal. Ko'rgan bo'lsangiz, haykallarda ham bir oyoqda. uyasiga solmasa kerak. Ikkita oyoq. Bir savolimiz bor sizga. Boshi bor, miyasi yo'q. Ana, suvda suzib yuradi-ku. Bu yerda nima? O'sha meduza. Yo'q. Boshi bor, miyasi yo'q. Yo'q. O'shanda miya yo'q-ku. To'g'ri, u boshqacha. Bu mantiqiy savol oxirgisi. Boshi bor, Miyasi yo'q. miyasi yo'q. Tirik jonzotlar hammasida miya bor, ma'lumot uchun. Bilmadim. Kontentimizni kuzatib boring. Savollarga javob chiqadi, o'shanda ko'rib olasizlar. Mana, rahmat, charchamang. Xo'p. Bu yoqqa o'tsa bo'ladimi yo'lga turmasdan? Bitta savolimiz bor. Savolimizni javob bersangiz, bizimiz ham bor. Qatnashib ko'rasiz? O'tib ketsalar, shunday o'tkazib olaylik. Yo'qqa tursiz. Sizga hozir rus tilida kundalik davomida ishlatilgan savollarimizni beramiz. Siz o'zbek tilida aytishingiz kerak ular. Keyin qiziqarli savollar ham bor. Boshladingmi? O'rnab ko'rasiz? Konfet so'zi o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Konfet. Ha? O'ylab ko'ring. Konfet so'zi o'zbek tilida. Bilmadim. Mayli, sizga bo'lsa oqsaroq savol berib beramiz. Chizg'ich so'zini o'zbek tilida chiziq chizishni doim ishlatamizda. O'sha rus tilida qanaqa aytamiz? Kundalik davomida ishlatamiz. Qalamda aytsam bo'lmaydimi? Yo'q. Yo'q. Chizg'ich so'zini kundalik davomida ishlatasiz. Rus tilida qanaqa bo'ladi shu? Lineyka emasmi? To'g'ri, topdingiz. Savollar biroz murakkablashadi. Laylak nima uchun bir oyoqda turadi? Oddiy savol, o'ylanadigan emas, mantiqiy emas. Nima uchun bir oyoqda turadi? Bir oyoqda turolmaydi. Bir oyoqda turadi-ku. Ko'rganmiz-ku, haykallarda ham boshqada ham ko'plab Televizorlarda ham ko'rsatadi bir oyoqda turadi. Nima sababdan? Bilmadim. Mayli, sizga oxirgi savolimizni berib beramiz. Boshi bor, miyasi yo'q. Bu Mantiqiy savol. judayam Boshi bor, miyasi. Narsami u? ha? Kundalikda hammada bor u, deyarli. Kundalik davomida ishlatib boramiz. Deyarli hammamizda bor. Taxmin qilib ko'ring, qayerda? Bo'lishi mumkin.
Ishlamay qoldi. Bilmadim to'g'risi. Bizni konferensiya tuzatib savollarga javob berishga olishimiz. Mayli, rahmat. Bo'ladimi? Qisqacha savollarimiz bor. Savollarga to'g'ri javob bersangiz, sovrinimiz bor. Qanaqa palatkasi bo'ladi? Endi o'z sirda. Yetgandan keyin bilasiz. Aka, lekin seriyozno ishim ko'p. Hozir anavi tovardan Bir keyin. daqiqa vaqt bo'ladi. Yo'q, aka. O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Bunchalik emas. Men toza rusman. Ha, bo'lmasa juda ham oson sizga. Aka, Savollar tezkor berib ko'ramizmi? Yo'q, o'zi teskarisi biladi hozir. Ha. Konfet o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? nimani? Konfet. Konfet o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Lekin seriyozno men shuni bilmayman. Konfet deyiladi. Mayli, keyingi savol beramiz. Kundalik davomida ishlatadigan shunaqa namamiz bor. Biz chizg'ich deymiz. U rus tilida qanaqa aytiladi? Nimani? Chizg'ich deymiz. Rus tilida qanaqa aytiladi? Rus tilida qanaqa aytiladi? Chizilich? Chizg'ich. Qarindashmi? Yo'q. Yaqin. Yaqin keldingiz ekan ancha. O'zbeklar ham lekin ko'p ishlatadi bu so'zni. Yo'q, yo'q. Chizg'ich so'zini rus tilidagi tarjimasi. А, писать? Yo'q, Ya. Рисовать, а? Рисовать. yo'q, u Chizish emas, chizg'ich. chizg'ich. Siz chizishni aytyapsiz. Predmet как. Yo'q, lekin seriyozno bilmayman. Savollarni aytasiz. Savollarni biroz mantiqiy savolimiz bor. Mantiqiy savol. Faqat oddiy o'ylashingiz kerak. Laylak nima uchun bir oyda turadi? Laylak nima u? Ha, как. Rus tilida qanaqa bo'lardi laylak? Bunchalik o'zbekchani bilmayman lekin aka. Bo'pti, unda oddiyroq savol beramiz. Boshi bor, miyasi yo'q. Boshi bor, Ha. miyasi yo'q. Obezyanami? Yo'q. Shunday deyiladi-da. Boshi bor lekin miyasi yo'q. Yo'q, yo'q. Predmet. Skelet? Yo'q, yo'q. O shunaqa anavi bor-ku. Yo'q, yo'q. Miyasi ichida bo'lmaydi. O skelet. U biologiyada o'tmoqchi bo'lsangiz sizga anavilar bor. To'g'ri Skelet. aytyapsiz. Tez. Mantiqiy U savol boshqa lekin. predmet ekan. Bu mantiqiy savol, sal o'ylab ko'rsangiz. Lekin seriyozno akalar shunchalik o'zbekchani bilmayman. Unda kuzatib boring, savollarga javobni ko'rib olasizda. Qayerda? Assalomu alaykum. Instagramda qanday Bir to'ladingiz? daqiqa vaqt Bir daqiqa vaqt ajratinglar. ajratinglar. Qisqalik savollarimiz bor edi. Sevgisi O'zbek ketib tilini yaxshi qoldi. bilasizmi? Sizga rus tilida ko'p hayotingizda ishlatadigan so'zlar beramiz. Siz o'shani o'zbek tilida aytishingiz kerak. Birinchi zo'r bo'lmaydi. Nu hayotimizda ishlatamiz u so'zlarni. Birinchisi konfet o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Konfet bo'lsa kerak. Yo'q, Shirinlikmi? yo'q, yo'q. Yoshligimizda ko'p ishlatganmiz esingizda ekan. Keyingi savol. Savollarni osonlashtiramiz. Lekin so'zi o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Ammodir balkim. Lineyka so'zi. Lineyka. Linkami? Chizg'ich. To'g'ri. Bitta topdingiz. Yaxshi. Endi mantiqiy savol beramiz. Mantiqiy savol beramiz. Laylak nima uchun bir oyog'ida turadi? Siz Laylak nima uchun bir oyog'ida turadi? laylak bir oyoqda turgan ko'rmaganman. Nega? Ko'rgan bo'lsangiz, Videolarda videolarda ko'pincha bir oyoqda. O'ylab ko'rsangiz. Bilmadim. O'ziga shu yoqsa kerak. yaxshi javob bo'ldi lekin. Hop. Endi oxirgi savolimizni berib qo'yamiz. Yaxshilab mantiqiy o'ylab javob berasiz. Boshi bor, lekin miyasi yo'q. Boshi bor, miyasi yo'q. Hozirgi kunda odamlar men uchun. Yo'q, shunaqaqa odamlar ham ko'payib ketdi, lekin u unaqa emas. Boshi bor, miyasi yo'q. Hayvonlardanmi endi? Yo'q. Ularda miya bor-ku. Boshi bor, miyasi yo'q. Qo'y bo'lsa kerak. Tirik jonzotlar hammasi miya bo'ladi. Boshi bor, miyasi yo'q. Jonsiz narsalar bo'lsa kerak. Ha. Jonsiz narsalar. Jonsiz narsalar. To'g'ri, o'ylab ko'ring. Nima aynan bilish mumkin. Endi shu hayvonlarning maketlaridan Yo'q, boshi bor, miyasi yo'q-da. yo'q. Bilmadim. Unda bizni kuzatib boring. Savollarga javob berishingiz mumkin. Mayli, charchamang. Rahmat.